هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Hadi euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Ahzab 73 ayet Medine'de nazil bolgan. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey peygamber, darlık kılışını davamlaştığın, kafirlağa ve münafıklığa itaat kılmağın. Allah hakikaten bendilerinin emellerini bilip durgucudur. Ulanın işlerini hikmet bilen başkurgucudur. Sana Rabbin terbinden vahiy kılıngan nesiga, yani Kur'an'a ergeşkin. Allah hakikaten kılgan emelinladın tolu haberdardır. Hemme işinde Allah'a yölengin. Allah sana hami buluşka yeterliktir. Allah Teala'nın vahiysiga ergeşken ve Allah Teala'ga tevekkül kıygan alda kafirlağa ve münafıklığa karşı müstehkem duruşka buyuruş doğrusudur. Bu yukarıdan tövenge verilgen buyruktur. Allah bendisi ve Peygamberi Muhammed aleyhisselam'ni takvadarlık kılışkı buyurgan bolsa, Peygamberden tövendikilerinin o buyrukni kabul kılışı elbette evzel ve layıktır. Talq İbni Habib mındak degen. Allah Teala'ga itaat etmenlik bilen emel kılışın ve Allah Teala'nın savabını ümit kılışın, Allah Teala'nın hidayeti üstüdü menip, Allah Teala'ga asilik kılışını terk etişin, Allah Teala'nın azabından korkuşun, manı bu takvadarlıktır. Subhanallah. Kafirlağa ve münafıklığa itaat kılmağın. Yani ulağa kulak sanmağın. Uladı meslihat mı sorumağın. Allah hakikaten bendilerinin ahvallarını bilip durgucudur. Ulanın işlerini hikmet bilen başkurgucudur. Yani Allah Teala'nın emirlerine erişişin ve onunla itaat kılışın hemmeden muhimdir. Allah Teala hakikaten işlerinin akıbetini bilip durgucudur. Sözlerini ve işlerini hikmet bilen kılgıcıdır. Şuna Allah Teala mındak deydi. Şuna Rabbin terbinden vahiy kılıngan nesiga, yani Kur'an'a ergeşkin. Yani Kur'an'a ve sünnetke ergeşkin. Allah hakikaten kılgan emellerinlerden toluk haberdardır. Yani Allah Teala'ga hiç kandak sırrı yoşurun bulmaydı. Cemi işlerinde ve ahvalında Allah Teala'ga tevekkül kıyın. Allah sana hami buluşka yeterliktir. Yani Allah Teala'ga tevekkül kıygan, Allah tarafke tevbe bilen kaytkan ademge hami buluşka Allah hakikaten yeterliktir. Allah hiç Adem'nin içinde iki yürek yaratkını yok. Sile zihar kılgan ayallarınlarını Allah silege onu kılgını yok. Sile balı kılıp alganlarını mı Allah hem hükümde öz püştünlardan boğan ballarınlarının hükmede kımmedi. Bu yani öz püştünlardan boğmağanlarını balı deyiş fakat ağzınlarda eğitilgan sözdür. Allah hak sözünü eğitidir. Doğru yolga başlaydı. Ulanı atıllarının ismilleri bilen çakırınlar. Bu Allah'ın dergahıdır, doğrudur.
agar ularning atllarini bilmasanglar, u chaqda ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Diniy qarindoshlaringlardir, do'stlaringlardir. Sizlar sevenlikdan qilib sağgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin qasddan qilgan ishlaringlarda sizlarga gunoh bo'ladi. Allah nihayet mağfiret qilg'uchidir, nihayet mehribondir. Beqib olgan balani o'z balasi qilib olish hukmining bekor qilinganligi to'g'risida. Allah Teala bu oyatda ma'naviy maqsaddan ilgari uni bildirish uchun o'qimishliq bir hissiy ishni bayon qiladi. O'qimishliq bir hissiy ishni bayon qiladi. U bo'lsa-mu xuddi bir odamning ichida ikki yurak bo'lmaganidek va ayolini sening uçan men uchun onamning uchisiga o'xshash degan so'zi orqali zihar qilishi bilan ayoli uning onasi bo'lib qolmaganidek bir odam bir balani beqib olgan, ondan uni balam deb atagan bo'lsa, u bala haqiqatan u odamning o'z balasi bo'lib qolmaydi. Allah hech odamning ichida ikki yurak yaratgani yo'q. Sizlar zihar qilgan ayollaringlarni Allah sizlarga ona qilgani yo'q. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Zihar qilg'uvchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Sizlar bala qilib olganlarni hamma hukmda o'z bushtinglardan bo'lgan balalaringlarning hukmida qilmadi. Bu oyat haqiqatan payg'ambar alayhisalomning beqib olgan o'g'li Zayd ibn Harisa radiyallohu anhu haqida nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom uni payg'ambarlik kelishdan burun beqib olgan edi. Shunga uni kishilar Zayd ibn Muhammad deb chaqirishadi. Allah Teala bundaq chaqirishni va bundaq bu nisbat berishni sizlar bala qilib olganlarni Allah ballariinglarning hukmida qilmadi degan oyati bilan amaldan qoldirishni iroda qildi. Allah bu surada yana mundaq degan. Muhammad aranglardagi erlardan hech birining otasi emas. Lekin u Allohning payg'ambari ve peygamberlerinin ahırqısıdır. Allah onun bilen peygamberlikni ahırlaştırgan. Onundan keyin hiç qandaq peygamber kelmeydi. Allah hamma narsani bilgichidir. Sizlarning so'z erkitinglardan hech narsa Allohga maxfi emas. Allah bu yerde mundaq dedi. Bu yani öz pushtinglardan bo'lmaganlarni bala deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Yani onu balam deyishinglardan iborat bu söz onun haqiqiy balanglar ekanligini ko'rsatmaydi. Chunki u boshqa bir odamning naslidan yaratilgandir. Xuddi bir insonda ikki yurakning bo'lishi mumkin bo'lmaganidek, uning otasining ikki bo'lishi mumkin emas. Allah haq so'zni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. İmam Ahmed Abu Zeybani'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men İbn Abbas radiyallohu anhumaga Allah Teala'nın Allah hiç adamның içinde ikki yurak yaratqani yo'q degan oyatidan nimaning ko'z tutilganligini aytib bersan dedim. İbn Abbas Peygamber aleyhisselam bir kuni namozga turganda onun ko'ngliga bir narsa kechib qoldi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam bilan namoz o'qigan munofiqlar onun bir yuraki sizlar bilan yana bir yuraki sahobalari bilan bo'ladigan ikki yuraki borligini bilamsizlar dedi. Ondan Allah bu oyatni nozil qildi. Allah hech odamning ichida ikki yurak yaratgani yo'q. İmam Tirmizi bu hadisni mushunga o'xshash rivoyat qildi.
beqib ilingan balaning faqat o'zining haqiqiy otasiga nisbat berildiganligi to'g'risida. Ularni otalarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Bu islomning dastlabki davridagi beqib olgan yot balalarni o'z balalari o'rnida chaqirishning durust ekanligini amaldan qoldiradigan buyruqdir. Alloh taolo ularning haqiqiy otalarining ismi bilan chaqirishni amr qildi. Mana bu adil, to'g'ri va yaxshi ishdir. İmam Buxoriy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zayd ibn Harisa payg'ambar alayhisalomning beqib olgan o'g'li edi. Ularni otalaringning ismlari bilan chaqiringlar deb Qur'on nazil bo'lguncha biz uni Zayd ibn Muhammad deb chaqiratdik. Bu asarni Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy rivoyat qilgan. Ular beqib olgan ballarının namahramlar bilan xoli qilish va boshqa har qanday jihatda o'z ballarının hukmida muomala qiladi. Shunga Suhaylning qizi Abu Hudayfa radhiyallohu anhumaning ayoli Sahla: "Ey Allohning payg'ambari, biz haqiqatan Salimni oğlumuz deb chaqiratdik. Shek shubhisizki Allah bu haqda oyat nazil qildi. Salim mening yanamga kirib chiqib turdi. Men haqiqatan Abu Hudayfaning buningdan kundashlik qilayotganligini sezib turman" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Salimni emitib eting. Shunda qilsangiz siz uningga namahram bo'lasiz" dedi. Şunun için Allah bu hükümni amaldan qaldırgandan keyin beqib olgan o'g'lining qo'yib etgan ayolini nikohga ilishga ruxsat qilindi. Payg'ambar alayhisalom Jahshning qizi bo'lgan, ya'ni Zayd ibn Harisaning taloq qilgan ayoli Zeynep bilan to'y qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Mu'minlarga ularning bala qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zeynepni Zayd qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik." Allah Teala Tahrim oyatida mundaq dedi: "Yana o'z pushtinglardan bo'lgan balaringlarning ayollarını elişinla haram kılındı. Mezkur ayet bala qilib olgan o'g'lining ayolini o'z ichiga olmaydi. Chunki u o'z pushtidan emasdir. Ammo Payg'ambar alayhisalomning Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisiga asosan emildash o'g'il shariat jihatda o'z pushtidan bo'lgan o'g'lining o'rnida hukm qilindi. Chunki hadisda qondoshlikdan, ya'ni nasabdan harom qilingan narsani emildoshlikdanmi harom qilinglar. Emildoshlikdanmi harom qilinglar deyilgan. Ammo boshqalarning hurmat va muhabbat yuzidan o'g'lim deb chaqirishi bu oyatdagi to'silgan hukmga kirmaydi. İmam Ahmed, Abu Davud, Nasa'iy ve İbn Majah qatorliqlar İbn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan tuvandagi hadis buning dalilidir. İbn Abbas mundaq deydi: Muzdalifa kechisi Payg'ambar alayhisalom men qatorliq Abdul Mutallib jamoatiga tava o'g'il ballani eshaklarning ustiga mindirib kelib etib putlarimizga urib turib mundaq dedi: "Ey o'g'ilchaqlarim, kun chiqicha shaytonga toshni atmanglar." Abu Ubayd ve boshqalar bu hadis boshqalarning bolalarını o'g'lim deb chaqirishning durust ekanligini ko'rsatib berdi. Bu ish haqiqatan Hijriyaning 10-yili vidolashish hajjida yuz bergan dedi.
ularni otalarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu oyat Zayd ibn Harisa haqida nozil bo'lgan. U Hijriyaning 8-yili Mu'ta urushida shahid bo'lgan. İmam Muslim Anas ibn Malik radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom meni ey o'g'ilchiqim degan edi. Bu hadisni İmam Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qildi. Agar ularning otillarini bilmasanglar, u chaqda ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir, do'stlaringlardir. Allah musulmonlarni agar ular bala qilib otillarini bilsa, ularni o'z otilarining ismlari bilan chaqirishga buyurdi. Agar ular bala qilinib olganlarning otilarining kim ekanligini bilmasa, u chaqda bala qilinganlar ularning diniy qarindoshlaridir, do'stlaridir. Ya'ni undaq atash ularning o'z nasablarini yo'qotganligining badali uchun berilgan yaxshi nomdir. Payg'ambar alayhisalom qazo umrini qilgan yili Makkadan Madinaga yo'lga chiqqan kunida ularga Hamzaning qizi tag'a deb to'lab egishib olgan edi. Ali uni ilib Fatimaga tağınızdan kızını ilen dedi. Fatima onu götürüp aldı. Andın Ali, Zeyd ve Cafer o kızını qaysısının öz terbiyesiga elishi haqida talışıp gelip her biri özünün delilini gösterdi. Ali, men onu öz terbiyemge elishga en haqli, o tağamdan kızı dedi. Zeyd, o qarindishimning qizi dedi. Cafer ibn Abu Talib, o tağamdan kızı, onun küçük apisi Asma binti Umeys mening ayolim dedi. Şu çağda Peygamber aleyhisselam onu küçük anasının terbiyesiga buyurup berip, küçük ananın orunda dedi. Ali'ge, sen meningdin, men sendin dedi. Cafer'ge, sen bana ve ahlakımga okşaysan dedi. Zeyd'ge, sen bizning qarindishimiz ve dostumuz dedi. Bu hadiste nurgun hükümler var. Peygamber aleyhisselam bu vaqtda nahayat yaxshi hüküm kıldı ve talaş tartış kılışkanlarının her birini haq bilen razı kıldı. Allah Teala'nın ular sizlarning dini qarindishinglar, do'stlaringlar deginiga o'xshash Payg'ambar alayhisalom Zeydga sen bizning qarindishimiz va do'stimiz dedi. Sizlar sevenlikdan qilib sağgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni agar terishgan va atrofliq izlangandan keyin ularning ba'zisini haqiqiy otasidan boshqa odamning ismi bilan chaqirsang, şek şübhisiz ki Allah Teala onu sevenlik qatarıga ilip onun günahını apu kılıdı. Allah Teala bendilerini tevbe kılışkı tavsiye kılıp mundaq deyişki buyurdu. Rabbimiz eğer biz unutsak ya ki hatalasak, yani biz unutuş ya ki sevenlik sebebinden emrini toluk orundayalmasak bizni cezaga tatmag'an. İmam Muslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'olib va yuksak Allah, men jazman afu qilaman, ya'ni unutish yoki savanlikdan qilib qolgan gunohni afu qilaman dedi. İmam Buxoriy Amr ibn As radiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar hokim Eğer hakim ijtihad qilib to'g'ri hukm qila olsa, uningga 2 kishilik ajr bo'ladi. Agar u ijtihad qilib xatolashib qolsa, uningga 1 kishilik ajr bo'ladi degan. İmam Tirmiziy Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Allah Taala hakikaten mening ümmetimning sevenlikten yoki unutib qolganlikdan va yoki majburlanganlikdan qilib solgan gunohlarini afu qiladi. Sizlar sevenlikten qilib solgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Allah nihayet mağfiret qilg'uchidir, nihayet mehribondir. Yani günah faqat yaman ishni qasddan qilgan odamga bo'ladi. G'olib va buyuk Allah bu vaqtda mundaq degan. Maqsadsiz ichgan qasiminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortmaydi. İmam Ahmed İbn Abbas'tan Ömer radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala Muhammed aleyhisselamni haq bilan payg'ambar qilib avatdi. Uning bilan kitob nozil qildi. Uningga nozil qilingan kitobda to'y qilgan turib zina qilganlarni chalma kesak bilan jazolash oyati bor edi. Payg'ambar aleyhisselam mundaq qilgan odamlarni chalma kesak bilan jazoladi. Bizmi uningga agishib chalma kesak qildik. Ömer sözünü davom qilib mundaq dedi. Biz burun atı boğullaringlardan yüz örmenglar, atı boğullaringlardan yüz örüşinglar sizlarning kufrlik qilganliginglardir deb o'qiydik. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan. Meni xristianlar Maryamning o'g'li İsa alayhisalomni mubolag'a qilib maqtagandek oshirib maqtamanglar. Men faqat Alloh taolaning bandisidirman. Meni Allah Teala'nın bendisi ve elçisi denler. İmam Müslim ve Ahmed Peygamber aleyhisselam'nın mundaq deganligini rivayet kıldı. Kişiler içinde küfürlük bo'ladigan 3 iş var. Ular nesepke ta'ni qilish, o'likka qattiq ovoz chiqarib yig'lash, yulduzlarga sig'inib suv talab qilish qatorliqlardan iboratdir. Elhamdülillah. Yuqorida Sure Ahzab tefsirinden 5. ayetgacha anladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.